Ular zalimning zulmiga qarshi butun vujudi bilan Allohga yuzlanib turib, o'zidan necha ming asli kuchli dushmanga qarshi botirlarcha o'ttirg'i tushadigan erkaklar edi. Aziz qarindoshlar, bu ulug' kunlarning biz bilan xo'shlashadiganiga sanoqli kunlar qoldi. Qalbimiz amdila Ramazondan oladigan ruhiy uzuqning shirin ta'mini tetib, hayotimizning uchqandek o'tayotgan kunlarimizning haqiqiy ma'nosini topganda kayfiyatlar shakllanishga, Qur'on o'qish, tarovih va tahajjud namozlariga obdallı künüşki başlığımızda bu mübarek ayının ayaqlışını oylasak, ko'nglimiz to'liq yerim bo'ladi. Ammo bu vaqt apla Ramazon chiqib ketay dedi-go deb vaqtimizni ish pushqi bilan o'tkazadigan vaqt emas. Balki bu sanoqli kunlar biz uchun eng muhim halqaliq vaqtlar hisoblanadi. Chunki bizning qolgan bu bir necha kun ichida Ramazonning 5idan boshlabla intizor bo'layotgan, Allohga bizni uning bilan uchrashtirishi uchun yolurib duo qilayotgan Qadr kechisini uchirtish fursatimiz hali ham bor. Hatto Payg'ambar alayhisolamning hadislariga asoslanganimizda u sharafli kechining qolgan bu bir necha kunda bo'lish ehtimolligi eng yuqori hisoblanadi. Shundoq, bugungi suhbatimizni mehribon Allohdan bizni u go'zal kechi bilan eng go'zal ravishda uchrashtirishini tilash bilan boshlaymiz. Ey Alloh, bizni qadr kechisiga uchrashtirgin. Ey mehribon zot, bizni o kechida sening rahmatingga erishganlarning qatoridan qilgin. Ey Robbimiz, sen afu qilg'uchisan. Afu qilishni yaxshi ko'rasan. Bizni afu qilgin. Amin. Shalliq islom tarixidagi bugungi qarg'inimizda tunji uchirtadigan voqealarning biri bo'lsa, Hijriyaning 9-yili bugungi kunda Payg'ambar alayhisalom va sahobalarning Tabuk g'azotatidan qaytib kelganligi va bu jangdan sababsiz qilib qolgan Ka'b ibn Malik va yana ikki sahobaga yurgizilgan jazoni uchirtimiz. O'zursiz holatda jangdan qilib qolgan sahobalarga Payg'ambarimiz va sahobalar intayin kuchli boyqut qilish jazosi yurgizgan edi. Ularga hech kim qilchimi rahim qilmagan edi. Bugungi kundagi bizga o'xshash milliy xoinligi hammaga oshkora yoki Allohning dinining o'p-o'chiq dushman ekanligini bilib turibmi ko'nglini oymagan edi. Ularga sahobalar xatoliklarining badalini shunchalik qattiq to'latdiki, Qur'on Karimning ifodasi bilan ularga zimin tor kelgan edi. Ularga hech kim so'z qilmaydi. Ular bilan bordi keldi qilish, manfaat yetsa tijorat qilish emas, chiroy echib qarabmi qo'ymaydi. Mana shundaq prinsiplarda ching turish, maydonini aniq tutish va boshqalarning chiroyiga, jamiyatning bahosiga qarab qolmasdan o'z irodasini, qimmat qarashlarini ochiq ifoda qila oladigan, uning uchun badal to'lay oladigan, to'lata kishilar bilan sog'lom jamiyat, sop kishilar to'pi yemirilmas birlik hosil bo'ladi. Güzel vatanimizning tarix batlariga Hijriya yili bilan qarg'inimizda bir qancha yil avvalgi bu muborak kunlarda yuz bergan vahshiy qatliamga shohidlik qilgan qonliq bir sahifani uchirtimiz. U bo'lsa-mu vatanimizning Yakan noyisi Elishqo yerisida yuz bergan Elishqo qatliami. 2014-yili zalim Xitoy hokimiyati vatanimizda zulm sistemlarini qattiq oshirayotgan vaqtlar bo'lib, bu mezgilda Yakan noyisi Elishqo bozorida xalqni qattiq norozi qiladigan ishlar oq-oqidan yuz berdi. Ramazon oyi boshlanib uzoq o'tmay bir mas Xitoy shopur bir oiladagi 3 kishini hammasini so'qib o'ldirib o'tdi. Va yana Bashkan bozorida bir oila kishilari o'q tutilib, echinishlik o'ldirildi. Oiladagilarning cho'ngi 70 yoshlik bo'g'ay, kichiki bo'lsa 5 yoshlik bir bola edi. Bu chekidan oshgan zulmlarga chidamagan xalq haq-huquq manfaatlarini qo'g'dash uchun shu joydagi Xitoy hukumatiga qanchalagan qatim murojaat qilgan bo'lsa-mu, hech qanday foydasi bo'lmaydi. Aksicha qattiq muomalaga tahdid uchraydi. Hatto bir qismi tutqun qilinadi. Bu zulmga qarshi o'zining maydonini bildirish, nohaqchilikka qarshi turish uchun xalq oxiri Xitoy hukumatiga qarshilik bildirish harakati boshlaydi. Bu qarshilik harakatining keng ko'lamlik boshlanishi bo'lsa, Ramazonning oxirgi kunlaridan bir kuni kechda tarovihdan yongan ayollarni hijob kiyganlik bahonasi bilan tutib ketilganligiga qarshiligini bildirish uchun bir qancha kishi soqchixona oldiga yig'ilishgan edi. Ammo yo'lsiz Xitoy soqchilarining qarindoshlarimizga qo'pol muomala qilishi, xohlagancha urib so'qishi natijasida bu norozilik harakati Xitoy tajovuzchilariga qarshi umumiy qarshilik harakatiga aylanadi. Xitoy tajovuzchilari bu voqeaga qarta hech qanday vosita tanlab o'ldirmay, qo'lida kaltak to'qmoqdan boshqa hech narsasi bo'lmagan xalqimizni ig'ir tipli qurollar bilan qirib tashlaydi. Ba'zi ma'lumotlarga asoslanganda Elishqo yezisining 14, 15 va 16 kentlarda 3000dan ortiq kishi qirib o'tilganligi ma'lum. Shundoq, bu bir qatliam edi. Qalbi iymon nuri bilan to'lgan azamatlar och singillarning hijobini qo'g'dash uchun jonlarini olqiniga ilib qo'yib atlangan edi. Ular zolimning zulmiga qarshi butun vujudi bilan Allohga yuzlanib turib, o'zidan necha ming asli kuchli dushmanga qarshi botirlarcha o'ttirg'i tushadigan erkaklar edi. Ular qarindoshlari uchun issiq qonlari bilan badal to'lagan edi. Ammo biz-chi, erkin dunyoga chiqib olib nimalarni qilyapmiz? Qanday yashayapmiz?
qilayotgan ishlarimiz, yashayotgan holatlarimizni shu shahidlar ko'rsaydi, bizga qanchalik nomus bo'ladi, ha? Ular issiq qonlari bilan qo'g'dashga tirishgan hijoblarni biz o'z ixtiyorligimiz bilan silib tashlayapmiz. Ular qo'g'dash uchun jannini silib bergan hijoblarni to'rga chiqib o'ltirib so'kayapmiz. Ular bir kecha ibodat qilganligi uchun yillarcha qorong'u zindonlarga tashlanishiga rozi bo'lganlar edi. Biz bo'lsak, erkin dunyoda yashayapmiz-yu, ibodatlarimiz hech erkin bo'la olmayotdi. Ibodatlarimizni dunyolik tijoratlarimiz yeb ketyapti. Dinimizni bu erkinlik asta-asta muzni eritgandek erityapti. Qarindoshlarimiz uchun badal to'lash u yoqda tursin, ularga ozgina mehribonlikni ko'rsatalmayapmiz. Hatto o'z qarindoshlarimizni qarindoshdan qochadigan qilibmi ulgurdik. Uyimizning kirosidagi bir necha yuz lira qarindoshlarimizga sungan yili xizmatlarimiz, boshqalarga qila olmaydigan, ammo qarindoshlarimiz uchun har vaqt qo'pol muomalalarimiz bizning oramizni texmi yiroqlashtirdi. Elishqodagi o qarindoshlik muhojiratdagi taqvo musulmonlarda nihoyat kam tepildigan holat shakllandi. Aziz qarindoshlar, mehribon Alloh necha million xalqimiz orasidan bizni tanlab bu erkin dunyoda yashash fursatini berdi. Bu deganlik bizga nurg'un mas'uliyatlar yuklandi demakdir. Allah bizni shu mazlum xalqimizning ovozi bo'lishimiz, bu zulmatli kunlarning tezroq oxirlashi uchun harakat qilishni bizning zimmamizga farz qildi. Albatta, har kishiga yuklangan majburiyat o'xshash bo'lmaydi. Ammo chet ellarda yashayotgan cho'ng kichik, qari yosh, ayol barliq Uyg'ur musulmonlari hammasiga o'zlarining toqati yetgan eng mukammal holatda bu mas'uliyatni o'z ustiga elishi islomning unuga yuklagan vazifasidir. Ulug' Alloh barchamizni o'z rahmatiga erishguchilardan qilsin. Vatanimizning mustaqillik uchun elib berilgan jihodning qo'mondan va askarlari bo'lish sharafiga nail qilsin. Barliq shahidlarimizga rahmat qilsin. Zolim Xitoyning turmalaridagi qarindoshlarimizga o'z rahmatlarini yog'dirib bersin. Ularning iymonini kofirlarning sharridan saqlab qolsin.